Assalomu alaykum. Yana bir obyektimiz. O'zimiz Elatda. Bag'at Navoiy Gedak ko'prida qilindi. Bu fasadimiz. Ak qara qilib ishlab berdik. Projilkalar qilib o'zgacha ko'rinishda. Egasining zakasi. Bu yerda ob'yom общий 80 kvadrat, 1 kvadrat metri 60 ming so'mdan. Kilay dosakkasi ichida usta haqqi отдельный bo'ladi. 35, 40, 45 har xil senada ishlab turibdilar. 50 ming so'mgacha boradi usta haqqi. Patologlar ishlangan, burchatkaga mos etib chiqarib berdik. Bu risonimiz ham. Zakaslar olib turibmiz. Bemalol zakas beraverasizlar. 1 kvadrat metri shu 60 ming so'mdan bo'lib turibdi. Mana taki aks bog'da edi. Kafelniklar tortildi. Ustidan vodomissonniy kraska urib yog'ishtirildi. Shoklar bilinib turish uchun vodomissonniy kraska uramiz. Shunday projilkalar berib qilingan. Shoklar ham bir tegiz ishlangan. Sokol kafel. Zakaslar bo'lsa olib turibmiz. Bemalol zakas beraverasizlar. Bitib turgan obyektlarimiz ham ko'p. Xudo xolasa ulardan chiqarib boramiz. 10 ga yaqin obyektimiz bitib turibdi. Xudo xolasa. Bu yerda shunday tumma tiklangan. Hammasi bir-biridan qo'shib turibdi. Patolog, burchatka, kafeli, fasadda umuman ish qolmadi. Xudo xolasa. Bellarni tunuka qilingan. Shunday qilib bosildi. 2-3 obyektda ishlab olib turibdi. Xudo xolasa ulardan ko'rsatib boramiz. Shoplari bir tegiz qilingan. Ipga netib bosilgan. Lina olib neobычный ko'rinishda bo'ldi fasadimiz. Shunday svetlarni tavsiya qilamiz. Shu mramor yoki burchatka bo'lsa, shunday bir-biriga qo'shatan bo'lsa, zakaslar bersangizlar, shunga mos etib ishlab beramiz. Bu yerdan shu burchatkaga planlashtirib qilindi fasadi. Navest ustlar ham bosilgan. Shunday qilib bir 3 yil burun shu joyni fasadini qilib berdik. Qo'ng'ishlar ham qildirdi. Bu joyimizga bu yil 3-yili bu joyimiz xudo xolasa yaqinda bitdi. Materialimiz sifatli, garantiyasi bor vach. Bemalol zakaslar bo'lsa aytaverasizlar. Like bosib, podpiska olib qo'yasizlar. Hammaga rahmat.